Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana hozir yana bitta ishimizni tugatib oldik. Akamizga chiroyli qilib yopib berdik. Tunukalarni yopdik, tugatdik. Xohlasa mana ishimizga ko'cha tarafimiz soylarni chiqardik, chiroyli qilib kalmetlarni. O'zini uyi bilan qo'shib bilan yopardik. Oldi tarafimiz ko'cha taraf. Fermamiz orasi 1.30, 1.25 standart bo'ladi. Chiqqani 1 metr. Chiqqani. İç tarafımız bu, ko'cha tarafi. İç tarafimiz saroflarni to'rttalik qilib chiroyli qilib berdik. Ustilar rimston undan to'ygan ekan akamiz. Chiroyli qilib mana qilib topshirib berdik. Bu tarafdan ko'rinishimiz akamiz o'zining tunkasi bor ekan. Uydash tunkasini qo'shib yangi tunkaga yopardik. Soyni bo'lsa o'zining uyi bilan chiroyli qilib bir xil qilib berdik.